Assalomu alaykum azizlar, qadrli teletomoshabinlar. Tushlikda ko'rsatuv yana xonadoningiz mehmoni. Sog'-omon ko'rishib turganimizdan, diydorlashib turganimizdan albatta xursandmiz. Demak, ko'rsatuvimizni boshlaymiz va men ilk mehmonni tanishtirib o'taman. Darvoqe ta'kidlashim lozim. Demak, kuz-qish mavsumi ham yaqinlashib kelmoqda. Aynan mana shu lahzalarda, demak, gazdan unumli foydalanish yoki to'lovlar haqidagi barcha savollaringizga bugun dasturimiz orqali javob olishingiz mumkin bo'ladi. Bizning mehmonimiz demak Mohigul Abdullayeva, Hudud gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali matbuot kotibi. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanday? Juda yaxshi. Ob-havo issiq bo'lishiga qaramasdan, demak, kayfiyatlar a'lo va bugun dasturimiz ham xuddi mana shunday ko'tarinki kayfiyatda davom etadi, azizlar. Mohigul opa, birinchi beradigan savolim shundan iboratki, mana hozir yoz mavsumi, albatta gazdan kamroq foydalanishadi, lekin mana oldinda kuzga tayyorgarlik jarayonlari ham allaqachon boshlanib yuborilgan bo'lsa kerak va ana shu ayni damda gazni, demak, yetkazib berish sohasida qanday ishlar, tayyorgarliklar amalga oshirilmoqda? Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Bugungi kunda Hudud gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali tomonidan 165 mingdan ortiq iste'molchiga tabiiy gaz yetkazib beriladi. 165 mingdan ortiq iste'molchiga suyultirilgan gaz yetkazib beriladi hamda 300 mingdan ortiq iste'molchilarga esa tabiiy gaz yetkazib beriladi. Va o'sha kuz-qish davrida aholiga muntazam ravishda tabiiy va suyultirilgan gazni yetkazib berish maqsadida tizimli ishlar olib borilmoqda. Jumladan, aynan bizda manzilli dastur belgilangan. Manzilli dasturga asosan joriy yilda 130 kilometr gaz quvurining rekonstruksiya qilinishi belgilangan. Bugunga qadar esa 90 kilometrga yaqin gaz quvuri rekonstruksiya qilindi. Albatta, bu olis hududlarimizda, Olotda, G'ijduvonda ham, Qorovulbozor tumanlarida ham diametri katta bo'lgan gaz quvurlari rekonstruksiya qilinmoqda. Asosiy maqsad aholiga o'sha har qanday paytda, mavsum davrida ham, yil 12 oy o'sha tabiiy gazni muammosiz yetkazib berish hamda yo'qotishlarni oldini olish va shu bilan birgalikda xavfsizlikni ta'minlash hisoblanadi. Bundan tashqari 11 ta yangi gaz maromlash qurilmalari, o'sha har bittasi yangilandi gaz maromlash qurilmalarining va bir qancha o'sha gaz maromlash qurilmalari taftish qilinmoqda. Bunda ham o'sha asosiy maqsad tabiiy gazni o'z vaqtida yetkazib berish hamda o'sha xavfsizlikni ta'minlash hisoblanadi. Va suyultirilgan gaz iste'molchilarimizga ham 8 ta gaz to'ldirish shoxobchalari orqali xizmat ko'rsatiladi. Bu gaz to'ldirish shoxobchalarida albatta maishiy gaz ballonlari xavfsizlikka rioya qilingan holda dastlab o'sha og'ir qoldiq to'kib olinadi va gazga to'ldirilib aholiga manzilli yetkazib beriladi. Va eng asosiysi o'sha har bir jarayon o'z vaqtida amalga oshiriladi. Ayniqsa suyultirilgan gazni yil davomida o'sha yetkazib berishda har bir xonadonga borganda xonadon tarqatiladi. Bundan maqsad iste'molchilarning o'sha gaz bilan bog'liq bo'lgan muammolarni yuzaga keltirishni oldini olish va shu bilan birgalikda o'z vaqtida maishiy gaz ballonlarini xonadonlarga kirib borishni ta'minlash hisoblanadi. Juda ham yaxshi. Demak, aynan kuz-qish mavsumida gaz muammosiz, demak, aholi vakillariga yetkazib beriladi. Shu o'rinda yana bir savol hozir yodimga kelib tushdi. Ertaga menimcha ayrim bir hududlarda gaz bo'lmas ekan. Aynan ushbu ma'lumotni, demak, ijtimoiy tarmoqlardan bilganlar bildi, bilmaganlar uchun ham alohida ma'lumot berib o'tsangiz. Ertaga Buxoro shahri va o'sha bizning ijtimoiy tarmoq rasmiy kanallarimiz bor hamda ijtimoiy tarmoqlar bor. Bir qator o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bu haqida e'lonlar berib bordik. O'sha ma'lum bir sabablarga ko'ra albatta gaz quvurini, diametri 530 mm gaz quvurini o'sha xavfsiz hududga ko'chirish maqsadida Buxoro shahrining barcha iste'molchilariga va Kogon hamda Buxoro tumanining ba'zi iste'molchilariga, ya'ni ba'zi mahallalarga tabiiy gaz ta'minoti vaqtinchalik o'sha 8 dan 18:00 gacha to'xtatiladi. Fursatdan foydalanib iste'molchilarga aytib o'tmoqchiman, ya'ni har bir iste'molchi aynan shunday paytda xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi, gaz jihozlaridan to'g'ri foydalanishi hamda ularni qarovsiz qoldirmasligi lozim. Yana bir bizni qiynayotgan savollardan biri bu ko'pincha ayniqsa qish mavsumida gazga juda ham ko'p ehtiyoj bo'ladi va mana shu o'rinda pechlarni, mo'rilarni o'z vaqtida, demak, nazoratdan o'tkazishmaydi va joyiga kelganda gaz chiqqandan so'ng yoki qanaqadir holat bo'lgandan so'ng yo'q, tekshiruvchilar bizni kelib ko'rishmadi, nazoratdan o'tkazishmadi degan savollar ham bo'ladi fuqarolar o'rtasida. O'zi qanaqa fuqarolar bir huquqqa ega, o'zini qanchada bir mana shu pechlar, mo'rilar nazoratdan o'tkazilishi kerak?
Albatta, bugungi kunda o'sha mavsum davrida nafaqat gaz ta'minoti korxonasi, balki iste'molchilar ham tayyor holda kirib borishi lozim deb o'ylayman. Chunki bu shart, majburiyat. Har bitta iste'molchi o'z xavfsizligini ta'minlashga o'zi majbur. Lekin shunday holatlar kuzatiladi, masalan, dud bo'ronlari tozalanmagan yoki nosoz holga kelib qolgan, gaz jihozlari nosoz holga kelib qolgan. Uni aslida o'sha ma'lum bir qaror, ya'ni 2024-yil 31-mayda 319-sonli O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilingan. Aynan o'sha qarorning 2-bandi tabiiy gazdan foydalanish qoidalari haqida bo'lib, 2-bobida iste'molchilarning huquq va majburiyatlari berilgan. Ta'kidlab o'tmoqchiman, huquq va majburiyatlarda bevosita gaz jihozining texnik ko'rigini tashkil etish bu korxonani emas, balki iste'molchining majburiyati hisoblanadi. U buyurtma asosida bevosita gaz ta'minoti korxonasiga murojaat qilish kerak yoki tegishli vakolatga ega bo'lgan o'sha mas'uliyati cheklangan jamiyatlar bor. Aynan ularga murojaat qilgan holda gaz jihozining yoki gaz bilan bog'liq boshqa uskunalarning o'sha texnik ko'rigini tashkil etilishini ta'minlashi lozim. Shu o'rinda masalan fuqarolarda bir savol paydo bo'lishi mumkin, ya'ni pullikmi yoki bepulmi degan. Xuddi shunday. Press-kurant belgilangan har bitta o'sha nimani, endi masalan gaz ta'minoti korxonasi tomonidan ham press-kurant belgilangan va endi ular tegishli vakolatga ega bo'lgan tashkilot xodimlari tomonidan ham o'sha o'zlarining o'sha press-kurantlari bor. Ana o'sha press-kurantdan foydalangan holda to'lovlarni amalga oshirishi lozim. Press-kurantni talab qilish ham iste'molchini huquqi hisoblanadi. Chunki iste'molchi o'zi xohlagancha to'lovni amalga oshirishi yoki korxonaning ham xodimi o'zi xohlagancha to'lovni talab qilishga haqqi yo'q. Har bir iste'molchi huquqidan foydalangan holda, press-kurantni talab qilgan holda va xodimga o'sha buyurtma asosida tashkil qilib berishi lozim gaz jihozining texnik ko'rigini o'tkazish uchun. Yoki o'sha nosoz holga kelib qolganda ham bevosita murojaat qilgan holda, o'zboshimchalik bilan uni ta'mirlamasdan murojaat qilgan holda o'sha texnik ko'rikni amalga oshirish huquqiga ega. Aynan mana fuqarolarimiz hozir ushbu savolga o'zlariga kerakli bo'lgan javoblarni olishdi deb o'ylaymiz. Ana endi gaz to'lovlariga ozgina to'xtalib o'tsak, odatda har bir gazning o'lchash uchun hisoblagichlar xonadonlarda o'rnatiladi va men aytmoqchimanki, agar qarzdorlik mavjud bo'lsa fuqarolarda, bu qancha miqdordagi summani yoki necha kub gaz ishlagandan so'ng avtomatik ravishda o'sha o'chirib qo'yiladi, gazdan uzib qo'yiladi. Bugun o'sha har bitta xonadon albatta raqamlashtirish tizimi asosida zamonaviy hisoblagichlar o'rnatilgan. Zamonaviy hisoblagichlar o'rnatildi, bu degani avtomatik ravishda o'zi hisoblaydi va qarzdori bo'lsa avtomatik ravishda o'chib qoladi. Iste'molchilar aksariyati bugungi kunda to'lov madaniyatiga rioya qilishmaydi. Ya'ni o'z vaqtida o'sha SMS xabarlar kelganda e'tiborsizlik qilishadi, gaz o'chib qolganda keyin to'lovni amalga oshirishadi. Uni qayta aloqaga chiqarish ba'zi iste'molchilarga murakkablik tug'dirishi mumkin. Lekin o'zimizning rasmiy sahifalarimiz orqali, Instagram, Telegram rasmiy sahifalarimiz orqali va shu bilan birgalikda o'sha boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali doimiy ravishda videoroliklar berib boramiz. Asosiy maqsad o'sha to'lov madaniyatiga agar iste'molchi rioya qilsa, u o'sha o'ziga kerakli, masalan, tabiiy gazdan muntazam ravishda foydalanadi. Tabiiy gazning o'z vaqtida berilishi albatta bu gaz ta'minoti korxonasining vazifasi bo'lsa, lekin unda to'lovni o'z vaqtida amalga oshirish esa iste'molchining asosiy ishi bo'lishi kerak. Batafsilroq to'lov madaniyatining qonun qoidalariga to'xtalib o'tsak, marhamat. To'lov madaniyati deganda avvalambor iste'molchi masalan o'ziga kerakli bo'lgan o'sha necha metr kub tabiiy gaz ishlatayotganligi to'g'risi, ya'ni o'sha gaz sarfi haqida o'zini shaxsiy gaz sarfi haqida o'sha ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsa, bevosita hududgaz.uz saytimiz bor, ya'ni ta'minotning sayti bor. Aynan unda o'sha saytga kirib, shaxsiy kabinet orqali batafsil ma'lumotga ega bo'lish mumkin va shu bilan birgalikda bugungi kunda juda ko'p ilovalar bor. Masalan, Click, PayMe, Paynet ilovalar bemalol uydan o'tirib to'lashi mumkin. Juda ko'p ilovalar bor. Aynan o'sha ilovalar orqali ham to'lash juda oson. Va shu bilan birgalikda 1104 kol markazimiz bor. O'sha Hududgaz Buxoro gaz ta'minoti filiali kol markazi 24/7 rejimda faoliyat olib boradi. O'sha operatorlarimizga murojaat qilgan holda bevosita o'sha ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Har bitta operator albatta batafsil ma'lumot beradi va shu bilan birgalikda mana masalan SMS xabar keldi, iste'molchi ko'rmay qoldi va gaz o'chib qoldi. Bu to'lovni amalga
oshirgandan keyin uni qayta aloqaga chiqarish unga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Va shunda bevosita 11:04 ga chiqib murojaat qilgan holda o'z masalan muammosini yechish imkoniyatiga ega hisoblanadi. 11:04 kol markazi operatorlarimiz o'sha 24/7 rejimida faoliyat olib borar ekan. Albatta ma'lum bir muddatda vaqt ya'ni kutishi mumkin iste'molchi. Chunki murojaatlar ko'p, ayniqsa o'sha havo sovuq bo'lgan paytlar murojaatlarimiz ko'payib boradi va birma-bir har bitta murojaatga e'tibor qaratgan holda ularning amaliy yechimlarini yechishga yordam berishadi. Demak, qisqa raqamlar, ya'ni 11:04 yodingizda saqlang. Albatta bu sizga keyinchalik kerak bo'lganda 24/7 demak faoliyatida sizga bemalol operatorlar javob berishlari mumkin bo'ladi. Shu o'rinda yana bir savol, mana yodingizda bo'lsa, hozir qarzdorlik bo'lsa, demak gaz o'chib qoladi deyapsiz. Oldinlari qarzdorlik to'planib borilaverardi yoki navbat kutishib odamlar o'sha joygacha borib to'lovlarni amalga oshirishardi. Hozir esa masalan ancha qulay bo'ldi. Ya'ni uydan o'tirib to'lovlar amalga oshiriladi, qancha qarzdorligi bor, sarfini ham hatto ko'ra oladi. Va aynan mana shu damda hali ham klikdan yoki zamonaviy uskunalardan foydalana olmaydigan insonlar o'sha boshqarmaga borib to'lov qilishyaptimi hozir ham? Yo'q, endi u bankka borib bevosita bankka borib bankdan to'lov amalga oshirishi mumkin. Lekin eng qulayi o'sha mobil ilovalar hisoblanadi. Bankka borib ham ba'zilar to'lab o'sha to'lovni amalga oshirish imkoniyatiga ega. Albatta unda ham navbat kutishlar mavjud va men aytmoqchimanki, hozir sohada ham xuddi mana shunday qulaylik, ya'ni raqamlashtirishga o'tildimi va bu qay darajada manfaatli bo'lmoqda? Albatta raqamlashtirish bu hozir har bitta sohaga kirib kelgan, jumladan gaz ta'minotiga ham. Birgina mana masalan tabiiy gazni oladigan bo'lsak, yuqorida aytdik, o'sha zamonaviy hisoblagichlar o'rnatildi, qarzdor bo'lsa avtomatik o'chib qoladi, to'lovni amalga oshirib raqamlashtirish shu. Va shu bilan birgalikda Argiz degan dastur kirib kelgan. Argiz dasturi bu asosan gaz ta'minotida faoliyat olib boradigan o'sha chilangarlar, ya'ni gaz qo'rlari hamda aynan o'shalar bilan shug'ullanuvchi chilangarlarning ish faoliyatini samaradorligini oshirish maqsadida bu Argiz dasturi kirib kelgan va ularning o'sha bevosita planshetlari asosida o'z vazifalarini olib borishadi. Aynan o'sha ularning faoliyati kunlik ko'rib boriladi. Suyultirilgan gaz ta'minotida ham juda yaxshigina imkoniyatlar berildi. Birinchidan masalan ID kartalar joriy etildi. To'lovlar oldin naqd pulda amalga oshirilar edi. Lekin bugungi kunda o'sha maxsus ID kartalar berilgan, maxsus ID kartalar orqali amalga oshiriladi. Endi savol tug'ilishi mumkin, ID kartada pul qanday ko'chiriladi? Bu bevosita o'zining o'sha yuqorida aytganimizdek mobil ilovalar orqali o'zining kartasidan ID kartaga pul ko'chirgan holda o'sha mobil ilovalar orqali kartaga pul ko'chiradi va to'lovni aynan suyultirilgan gazni olganda o'sha karta orqali amalga oshiradi. Naqd pul siz hech qaysi tumanda suyultirilgan gaz sotilmaydi. Naqd pulsiz o'sha to'lovlar orqali maxsus kartalar orqali sotiladi, naqd pulda sotilmaydi. Va yana bir suyultirilgan gazni yetkazib berishda Face ID tizimi joriy etildi. Face ID tizimida bevosita asosiy maqsad, bu tizimni joriy etishdan asosiy maqsad suyultirilgan gaz, ya'ni maishiy gaz ballonlarini manzilli aholi xonadonlarga yetkazib berish. Bu nima degani? Aynan o'sha xonadonda ro'yxatda turgan iste'molchi, ya'ni xonadon egasi yoki ro'yxatda turgan iste'molchilar bevosita gaz balloni olish huquqiga ega. Masalan, men gaz ballonni meni uyimga keltirdi chilangar. Men olmoqchiman, lekin uyda yo'qman. Qo'shnim uyda bor. Qo'shnim ola olmaydi. Sababi unda aynan o'sha xonadonda u nimada Face ID'si yo'q. Yo'q, ro'yxatda turmagani uchun. Lekin voyaga yetgan, ro'yxatda turgan meni farzandim bevosita o'sha gaz ballonni olish huquqiga ega hisoblanadi. Xuddi shunday. Demak, azizlar, bu o'sha yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Raqamlashtirish tizimini ta'minotda asosiy maqsad ish samaradorligini oshirish va eng asosiysi o'sha iste'molchiga qulaylik imkoniyat yaratish va vaqt tejamkorligi. Haqiqatdan ham vaqt tejamkorligi juda yaxshi amalga oshirilgan va aynan o'sha tabiiy gaz bilan bog'liq masalan murojaatlarni oldini olishda, to'lovlar bilan murojaatlarni oldini olishda, o'sha navbatda turishlarni oldini olish maqsadida aynan shu zamonaviy hisoblagichlar joriy etilgan va bevosita o'sha to'lovlar uyda turgan holda ham masalan SMS xabari keldi, agar e'tiborli bo'lsa iste'molchi SMS xabari keldi, o'sha SMS xabari
dan foydalangan holda demak mana qarzim bor ekan deydida o'z vaqtida o'sha to'lovni amalga oshiradi. Va Bu mana juda shunda qulay. demak uyingizda gaz o'chib qolmaydi azizlar. Biz bugun aynan siz uchun kerakli, manfaatli bo'lgan savollarning barchasini demak mutaxassisimizga berdik va u kishi sizga javoblarni taqdim etdilar. Albatta ulardan unumli foydalangan holda demak kelgusi kuz, qish mavsumida albatta ehtiyotkor bo'lib gazdan foydalanib o'z vaqti to'lovlarni amalga oshirib borasiz degan umiddaman. Sizga esa katta rahmat Mohgul opa va yaxshi yangiliklar bilan biz sizni yana tushlikda dasturda kutib qolamiz.